Mana bu masxaravoz gapini eshtinglar-da do'stlar. Dedik, seni umring qabul bo'lmaydi. Yozib qo'yilgan o narsa. Umring seni qabul bo'lmaydi. Nimaga desalaring, Shu nedik deb o'lib ketasan shekilli oxiri sen ham ha. Hojiga borib kelding, umrani ziyorat qilib kelding. Hojiliging qayerda qoldi? Endi sen masxaravoz diye uyalmaysanmi? Endi buni orqasidan ig'vo qilib, video chiqarib, bir tuhmat, bo'xton yog'dirib, xalqqa yomon ko'rsatib nima qilasan? Masxaravoz, sharmanda, uyalgin sal beting bo'lsin. Shu bilan orqasidan aktiv yig'ding, shu bilan orqasidan sal bo'lsa ham de prosmotr olding. Endi bu bolani orqasidan gapirib nima qilasan? Qizlarga boradi, unga boradi, bunga boradi, umrang qabul bo'lmaydi. Sharmanda, uyalgin sal, uyalgin, mana beting chidasin, beting. Ertaga qaytib keladi u bola, sen bilan yuzma-yuz ko'rishadi. Nima deb javob berasan uni oldida? Seni umrang qabul bo'lmaydi. Sen xudomiding, sen bilasan uni umrasi qabul bo'ladimi, bo'lmaydimi? O'zingniki nima bo'lgan? O'zingniki qabul bo'lganmi? Sen o'zing bilasanmi shuni? Betingga sanaqa bolalardi. Shu ba'zi bir blogerlar qo'shtirnoqchida gapirib turganlarga ham tegishli bu. O'sha bolani orqasidan ig'vo qilib o'lib ketinglar endi, sharmanda.